Pensionerlar, bugun men juda muhim ogohlantirish bilan murojaat qilyapman. Hech qachon mazmunini to'liq tushunmagan qog'ozga imzo chekmang. Ayniqsa, bu oddiy ariza faqat tasdiq uchun, tezroq pensiyangiz tushishi uchun kerak. Hamma imzo qo'yapti degan gaplar bilan sizga qog'oz uzatilsa, albatta to'xtang. Bu ma'lumot har bir pensionerga, pensionerning farzandlariga, nabiralariga va keksalarga qaraydigan har bir oilaga tegishli. Chunki bitta imzo ba'zan bir oylik pensiyani emas, bir necha yillik pulni, uy joyini, bank kartini, hatto suddagi huquqingizni yo'qotib qo'yishga olib kelishi mumkin. Men bu mavzuni mutaxassis sifatida sodda tilda tushuntiraman. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki qaysi qog'ozlarga ayniqsa ehtiyot bo'lish kerakligini, qachon imzo qo'yish mumkinligini, qachon esa darhol rad etish kerakligini aniq aytaman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki bunday ogohlantirishlar ko'proq odamga yetib borsa, ko'proq pensionerlar aldanishdan saqlanadi. Avvallar ko'p ishlar oddiyroq ko'rinardi. Pensioner pochta orqali pul olardi, mahalladagi tanish xodim kelardi. Biror hujjat kerak bo'lsa odamlar davlat idorasi aytibdi-ku deb ishonib imzo qo'yaverardi. Bank kartalari hozirgidek keng tarqalmagan, onlayn kreditlar, mikroqarzlar, elektron shartnomalar, SMS tasdiqlar, plastik kartaga bog'langan xizmatlar ko'p emas edi. Hujjat ham odatda bitta maqsad uchun ishlatilardi. Pensiya tayinlash, qayta hisoblash, manzilni o'zgartirish yoki pensiyani olish usulini belgilash. Hozir esa vaziyat o'zgargan. Pensionerning imzosi juda katta huquqiy kuchga ega bo'lib qolgan. Siz qog'ozga imzo qo'ysangiz, u hujjat orqali siz roziman oldim, qarzim bor, da'vo qilmayman, vakolat berdim, pulni qaytaraman. Uyimni sotishga roziman, kartamni boshqarishga ruxsat bering degan ma'noni tasdiqlab qo'yishingiz mumkin. Eng xavflisi shundaki, ba'zi hujjatlar tashqi ko'rinishdan oddiy arizaga o'xshaydi. Lekin ichida siz uchun zararli bandlar bo'ladi. Masalan, qog'ozning yuqorisida ariza deb yozilgan bo'lishi mumkin. Pensiyoner ariza bo'lsa oddiy narsa ekan deb o'ylaydi. Lekin matn ichida men oldingi hisob kitoblarga e'tirozim yo'q. Ortiqcha to'langan summani ixtiyoriy ravishda qaytarishga roziman. Kelgusida da'vo qilmayman. Vakilim falonchi mening nomimdan barcha ishlarni bajarishiga roziman degan jumlalar turishi mumkin. Mana shu jumlalar keyin sizga qarshi ishlatiladi. Asosiy xavf nimada? Davlat organi, bank, mikroqarz tashkiloti, xususiy firma yoki hatto qarindosh siz o'zingiz imzo qo'ygansiz desa, oddiy pensioner o'zini himoya qilishda qiynaladi. Chunki imzo bor. Imzo bor joyda men bilmadim, men tushunmadim. Menga shunday deyishdi degan gaplar yetarli bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun men doim aytaman, imzo qo'yishdan oldin hujjatni o'qish bu shubha emas, bu o'z huquqingizni himoya qilishdir. Birinchi navbatda. Pensionerlar eng ko'p uchraydigan xavfli hujjatlarni bilib olish kerak. Birinchi xavfli qog'oz bu bo'sh yoki to'liq to'ldirilmagan blankadir. Agar sizga hozir imzo qo'yavering, qolganini keyin to'ldiramiz deyishsa, bunday qog'ozga imzo qo'ymang. Bo'sh joyga keyin nima yozilishini siz nazorat qila olmaysiz. Bugun pensiya kartasini almashtirish uchun deb imzo oldirib, ertaga u qog'ozga boshqa mazmun kiritilishi ehtimoli bor. Ikkinchi xavfli qog'oz bu e'tirozim yo'q degan mazmundagi arizadir. Pensionerga bu faqat rasmiyatchilik, imzo qo'ymasangiz ish yurmaydi deyishadi. Aslida esa e'tirozim yo'q degan jumla keyinchalik sizning shikoyat qilish huquqingizni zaiflashtirishi mumkin. Masalan, pensiya miqdori noto'g'ri hisoblangan bo'lsa, siz 1 million so'm emas, 1 million 400 ming so'm olishga haqli bo'lishingiz mumkin. Lekin hujjatda hisob kitob bilan tanishdim, e'tirozim yo'q deb yozilgan bo'lsa, keyin bu masalani ko'tarish ancha qiyinlashadi. Uchinchi xavfli qog'oz bu ortiqcha to'langan pensiyani qaytarishga roziman degan mazmundagi hujjat. Albatta, qonuniy asos bo'lsa, ortiqcha to'langan pul masalasi alohida tartibda ko'rib chiqiladi. Lekin pensioner aybdor bo'lmagan holatlar ham bo'ladi. Masalan, idora o'zi noto'g'ri hisoblagan, ma'lumotlarni o'zi kech kiritgan, tizimda xato bo'lgan. Shunday vaziyatda sizga faqat imzo qo'ying, keyin tushuntiramiz deyishsa, ehtiyot bo'ling. Siz bilmasdan turib katta qarzni tan olib qo'yishingiz mumkin. 4-xavfli qog'oz bu ishonchnoma. Ishonchnoma oddiy hujjat emas. Siz ishonchnoma bersangiz, boshqa odam sizning nomingizdan pensiya olishi, bankda ish yuritishi, ariza topshirishi, ayrim hollarda mol-mulk bilan bog'liq harakatlar qilishi mumkin. Ishonchnoma matnida vakolatlar aniq yozilishi shart. Barcha ishlarni bajarishga
vakolat beraman degan umumiy jumla juda keng ma'noga ega. Agar siz faqat pensiya hujjatini topshirish uchun vakolat bermoqchi bo'lsangiz, hujjatda aynan shu yozilishi kerak. Bank kartamni olish, PIN kodni bilish, kredit rasmiylashtirish, pul yechish kabi vakolatlar kiritilmaganiga ishonch hosil qiling. 5-chi xavfli qog'oz bu qarz, kafillik yoki kredit bilan bog'liq hujjat. Ba'zi pensionerlarga farzandi, nabirasi yoki tanishi faqat kafillik sizdan pul olmaydi. Bank shunchaki pensioner bo'lgani uchun imzo so'rayapti. Oylik pensiyangiz bor, shu yetarli deyishi mumkin. Kafillik ham qarzning bir shakli kabi oqibat keltiradi. Qarz olgan odam to'lamasa, bank yoki kredit tashkiloti sizdan talab qilishi mumkin. Pensiyangizdan ushlab qolish, sud orqali undirish, ijro hujjat chiqarish kabi holatlar yuz beradi. Birinchi misol. 68 yoshli pensioner ayolga pensiyangiz qayta hisoblanadi, arizaga imzo qo'ying deyishadi. U ko'zoynagini uyda qoldirgan, matnni o'qimaydi, xodimning gapiga ishonib imzo qo'yadi. Keyin ma'lum bo'ladiki, hujjatda oldingi to'lovlar bo'yicha e'tirozim yo'q degan jumla bor. Aslida uning 2 yil davomida har oy 200 ming so'mdan kam pensiya olgani aniqlanadi. Bu 24 oyda 4 million 800 ming so'm degani. Endi u pulni talab qilmoqchi bo'ladi. Lekin qarshi tomonda uning imzosi bor. Masala sudgacha borishi mumkin. Vaqt asab, xarajat ketadi. Ikkinchi misol. 2 yoshli otonga nabirasi telefon olib beramiz. Siz faqat bitta joyga imzo qo'ying deydi. Hujjat aslida muddatli to'lov shartnomasi bo'ladi. Telefon 3 million so'm, lekin foizlar, xizmat haqlari, jarimalar bilan 5 million so'mga chiqadi. Nabira birinchi oy to'laydi. Keyin to'lamaydi. Tashkilot esa hujjatda pensionerning imzosi turgani uchun talabni pensionerga qo'yadi. Pensioner telefon mendan emas, nabiram ishlatdi dedi. Lekin shartnomada xaridor sifatida uning o'zi ko'rsatilgan. Uchinchi misol. Yolg'iz yashaydigan pensionerga qo'shnisi yordam berib yuradi. Bir kuni pochta yoki bankka borishga qiynalasiz. Menga ishonchnoma bering, pensiyangizni olib kelib beraman deydi. Avvaliga hammasi yaxshi bo'ladi. Keyin ishonchnoma matni keng bo'lgani uchun qo'shni nafaqat pensiyani oladi, balki bankda boshqa xizmatlarni ham ulab qo'yadi. Pensioner buni kech biladi. Agar ishonchnoma aniq va to'g'ri doirada berilganida bunday xavf kamayardi. 4-chi misol. Pensioner er-xotin uyini farzandiga rasmiylashtirmoqchi bo'ladi. Ularga bu faqat vaqtinchalik hujjat, baribir shu uyda yashayverasiz deyishadi. Ular o'qimasdan imzo qo'yadi. Hujjat hadya shartnomasi bo'lib chiqadi. Hadya qilingandan keyin uy egasi boshqa odam bo'ladi. Keyin farzand kelini bilan kelisha olmaydi. Uy sotilishi yoki garovga qo'yilishi mumkin. Pensionerlar esa biz faqat ro'yxatga qo'yish deb o'ylagandik deb qoladi. Uy-joy hujjatlarida bitta imzo butun mulk taqdirini o'zgartiradi. Yolg'iz yashaydigan pensionerlar birinchi navbatda ehtiyot bo'lishi kerak. Chunki ularga sizga yordam beramiz degan bahona bilan yaqinlashish osonroq. Ikkinchi guruh bu ko'zi yaxshi ko'rmaydigan, eshitishi pasaygan yoki hujjat tilini tushunishga qiynaladigan keksalar. Ular ko'pincha mayli o'g'lim, sen bilasan deb imzo qo'yib yuboradi. Uchinchi guruh bu farzandi yoki qarindoshi moliyaviy muammoga tushgan pensionerlar. Chunki qarindoshlar sizning nomingizga olsak bo'ladi, keyin o'zim to'layman deb iltimos qiladi. 4-chi guruh bu yaqinda pensiyaga chiqqanlar. Ular hali pensiya tizimi, qayta hisoblash, karta, bank xizmatlari, elektron arizalar qanday ishlashini yaxshi bilmasligi mumkin. Lekin bu degani hamma hujjat yomon degani emas. Pensioner hujjatga imzo qo'yishi kerak bo'ladigan normal holatlar ham bor. Masalan, pensiya tayinlash uchun ariza yashash manzili o'zgargani haqida ma'lumot, bank kartasini ochish, pensiyani bank orqali olishga o'tish, hujjat nusxalarini topshirish kabi ishlar qonuniy bo'lishi mumkin. Farq shundaki, qonuniy hujjatda mazmun aniq bo'ladi. Sizga nusxa beriladi, savolingizga javob beriladi, shoshirish bo'lmaydi. Agar siz savol bersangiz, sizga ko'p savol bermang, hamma shunday qilyapti deyishsa, mana shu joyda xavf bor. Kimlar kamroq xavotir qilishi mumkin. Agar siz hujjatni rasmiy idorada, xodimning lavozimi aniq bo'lgan joyda, matnni to'liq o'qib, tushunib, nusxasini olib kerak bo'lsa yaqinlaringiz bilan maslahatlashib imzo qo'yayotgan bo'lsangiz, xavf ancha kamayadi. Agar hujjatda pul, qarz, kafillik, mol-mulk, ishonchnoma, e'tirozim yo'q, da'vo qilmayman. Qaytarishga roziman kabi so'zlar bo'lmasa, odatda vaziyat aniqroq bo'ladi. Baribir o'qish shart, lekin vahima qilish kerak emas. Endi ko'pchilik bilmaydigan nozik joylarni aytaman. Birinchi nozik jihat.
Men faqat bitta joyga imzo qo'ydim degan gap sizni doim ham qutqarmaydi. Agar hujjat bir nechta sahifadan iborat bo'lsa, oxirgi sahifadagi imzo butun shartnomaga rozilik sifatida baholanishi mumkin. Shuning uchun har bir sahifani o'qing. Agar sahifalar raqamlanmagan bo'lsa, 1 bet, 2 bet, 3 bet tarzda raqamlanganini so'rang. Aks holda keyin sahifa almashtirilgani yoki qo'shimcha qilingani isbotlash qiyin bo'ladi. Ikkinchi nozik jihat, qo'l bilan yozilgan kichik jumlalar. Ba'zan bosma matn oddiy ko'rinadi. Lekin pastida qo'l bilan qarzni tan olaman, pulni oldim, e'tirozim yo'q deb yozilgan bo'ladi. Pensioner faqat katta harflarni o'qiydi. Kichik yozuvga e'tibor bermaydi. Hujjatdagi har bir yozuv huquqiy ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Uchinchi nozik jihat, sana noto'g'ri qo'yilsa siz uchun zararli bo'lishi mumkin. Masalan, hujjat bugun imzolanmoqda, lekin sana oldingi oyga qo'yilgan. Bu siz avvaldan rozilik bergansiz degan ma'noni chiqarishi mumkin. Yoki pulni olmagan bo'lsangiz ham sanasi bilan oldim degan tilxat imzolatsalar, keyin sizdan pulni qaytarishni talab qilishlari mumkin. To'rtinchi nozik jihat, nusxa olmaslik. Pensioner hujjatga imzo qo'yadi, lekin nusxasini olmaydi. Keyin nima imzolaganini eslay olmaydi. Qarshi tomon esa hujjatni ko'rsatadi. Shuning uchun men doim aytaman, imzo qo'ydingizmi, nusxasini oling. Qog'oz nusxa bo'lsa, bir nusxasi sizda qolsin. Elektron bo'lsa, PDF yoki SMS xabarni saqlang. Telefoningizda rasmga olib qo'yish ham foydali, lekin rasm aniq, to'liq va o'qiladigan bo'lishi kerak. 5-nozik jihat. SMS kodni ayting degan gap. Hozir ko'p shartnomalar elektron tasdiq bilan amalga oshadi. Pensioner men qog'ozga imzo qo'ymadim-ku deb o'ylaydi. Lekin SMS kodni aytib yuborgan bo'lsa, bu ham rozilik bo'lishi mumkin. Bank, kredit, to'lov identifikatsiya tizimlarida SMS kod imzo o'rnini bosadigan holatlar bor. Shuning uchun hech kimga SMS kodni aytmang. Bank xodimi ham, davlat idorasi ham sizdan telefoningizga kelgan maxfiy kodni so'rashi kerak emas. Agar so'rasa, suhbatni to'xtating. 6-nozik jihat qarindoshga ishonish. Men qarindoshlarga ishonmang demayman. Lekin hujjat masalasida ishonch bilan nazorat birga bo'lishi kerak. Farzandingiz yaxshi bo'lishi mumkin, lekin uning biznesi yurishmay qolishi, qarzi ko'payishi, oilaviy nizo chiqishi mumkin. Sizning nomingizga olingan kredit yoki berilgan kafillik keyin sizning pensiyangizga ta'sir qiladi. O'zim to'layman degan va'da shartnoma emas. Shartnomada kimning ismi yozilgan bo'lsa, javobgarlik ko'pincha o'sha odamga tushadi. 7-nozik jihat, tibbiy yoki ijtimoiy xizmatlar bahonasidagi hujjatlar. Ba'zi hollarda keksalarga bepul dori, sanatoriy yo'llanmasi, moddiy yordam, kompensatsiya degan bahona bilan ma'lumot to'plashadi. Pasport nusxasi, karta raqami, telefon raqami imzo olinadi. Keyin bu ma'lumotlar boshqa maqsadda ishlatilishi mumkin. Rasmiy yordam bo'lsa, qaysi tashkilot berayotganini, qaror yoki asosini, ariza qayerga topshirilishini aniq so'rang. Endi eng muhim qism, siz nima qilishingiz kerak? Men buni bosqichma-bosqich tushuntiraman. Birinchi qadam, hujjatni ovoz chiqarib o'qing yoki o'qitib eshiting. Agar ko'zingiz yaxshi ko'rmasa, menga baland ovozda o'qib bering deyishdan uyalmang. Bu sizning huquqingiz. Hujjatni bergan odam shoshirsa, men imzo qo'yishdan oldin mazmunni tushunishim kerak deb ayting. Bu oddiy va to'g'ri javob. Ikkinchi qadam, xavfli so'zlarni qidiring. Hujjatda quyidagi so'zlar bo'lsa, albatta to'xtang. Qarz, kafillik, majburiyat qaytaraman. Roziman, da'vo qilmayman, e'tirozim yo'q, ishonchnoma, vakolat, mol-mulk, hadya, garov, kredit, undiruv, jarima, penya, ortiqcha to'lov. Bu so'zlar bor hujjat yomon degani emas. Lekin ular bor joyda imzo qo'yishdan oldin 2 barobar ehtiyotkorlik kerak. 3-qadam, nusxa talab qiling. Men imzo qo'ygan hujjatning bir nusxasini olaman deb ayting. Agar nusxa berilmaydi deysa, sababini so'rang. Oddiy va qonuniy hujjatdan nusxa berishdan qo'rqishmaydi. Sizning qo'lingizda nusxa bo'lsa, keyin mutaxassisga ko'rsatishingiz, farzandingiz bilan maslahatlashishingiz, zarurat bo'lsa, shikoyat qilishingiz oson bo'ladi. 4-qadam, shoshilinch bosimga tushmang. Bugun imzo qo'ymasangiz pensiyangiz to'xtaydi. Hozir qo'l qo'ymasangiz yordamdan qolasiz. Navbat ko'p, tezroq qiling degan gaplar sizni qo'rqitishi mumkin. Lekin hujjatni tushunmasdan imzo qo'yish undan ham xavfli. Agar haqiqatan ham muddat bo'lsa, sizga hujjatni o'qish uchun vaqt berilishi kerak. Men bugun olib ketib o'qib, ertaga javob beraman deyish mumkin. 5-qadam. Yaqin odamni chaqiring. Agar hujjat pul, uy, krediti, ishonchnoma
yoki pensiya qayta hisob kitobi bilan bog'liq bo'lsa, yolg'iz imzo qo'ymang. Farzandingiz, ishonchli qarindoshingiz, mahalla mas'uli, yurist yoki savodli tanishingiz bilan maslahat qiling. Bu odam hujjatni sizning o'rningizga imzolamasin, faqat mazmunini tushunishga yordam bersin. 6-qadam, rasmiy joyni tekshiring. Hujjatni kim berayotganini aniqlang. Tashkilot nomi, manzili, telefon raqami, xodimning ismi va lavozimi bo'lishi kerak. Agar kimdir ko'chada, bozorda, uy eshigingiz oldida telefon orqali yoki messenjerdan imzo qo'ying desa, juda ehtiyot bo'ling. Rasmiy masala bo'lsa, rasmiy idoraga borib aniqlash mumkin. 7-qadam. Pensiya bilan bog'liq savol bo'lsa, pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. O'zingiz bilan pasport yoki ID karta. Pensiya guvohnomasi bo'lsa, uni mehnat daftarchasi nusxasi, ish staji va ish haqi haqidagi arxiv ma'lumotlari, bank karta rekvizitlari, oldingi arizalar nusxasi va sizga imzolash uchun bergan hujjat nusxasini olib boring. U yerda men shu hujjatning oqibatini tushunmoqchiman deb aniq ayting. 8-qadam. Agar sizdan ortiqcha to'langan pensiyani qaytaring deyishsa, darhol sababini yozma ravishda so'rang. Og'zaki gapga ishonib pul qaytarmang. Qaysi davr uchun qanday hisob-kitob asosida, qaysi qaror bilan, kimning xatosi tufayli ortiqcha to'lov deb topilgan degan savollarni bering. Hisob-kitob jadvalini talab qiling. Agar siz ma'lumotni yashirmagan bo'lsangiz, yolg'on hujjat bermagan bo'lsangiz, masala alohida tekshirilishi kerak. 9-qadam. Agar allaqachon imzo qo'ygan bo'lsangiz, vahimaga tushmang, lekin keyin kechiktirmang. Hujjat nusxasini toping. Qachon, qayerda, kimning oldida imzolaganingizni yozib qo'ying. Guvohlar bo'lsa, ismlarini eslab qoling. Agar aldanganingizni sezsangiz, tashkilotga yozma ariza bering. Zarurat bo'lsa, iste'molchilar huquqlarini himoya qilish organlariga. Bank bo'lsa, markaziy bankning murojaat kanallariga, firibgarlik alomatlari bo'lsa, ichki ishlar organlariga, pensiya masalasi bo'lsa, pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Sudga borishdan oldin ham hujjatlarni tartibga solib olish muhim. 10-qadam. O'zingiz uchun oddiy qoida tuzing. Men pensionerlarga shunday jumlani yodlab olishni maslahat beraman. Men hujjatni o'qib nusxasini olib, maslahatlashmasdan imzo qo'ymayman. Shu gapni aytish sizni qo'pol ko'rsatmaydi. Aksincha, siz hushyor odam ekaningizni bildiradi. Halol xodim buni tushunadi. Sizni aldamoqchi bo'lgan odam esa asabiylashadi, shoshiradi, qo'rqitadi. Mana shu ham belgi. Yana bir muhim maslahat, bank kartangizni hech kimga bermang. Karta raqami bilan birga amal qilish muddati, CVV kodi, SMS kod, PIN kod sir saqlanishi kerak. Pensiya kartasi faqat pensiya tushadigan karta deb beparvo bo'lmang. U orqali to'lov qilish, pul yechish, ayrim xizmatlarni ulash mumkin. Agar kartangiz yo'qolsa yoki kimdir ma'lumotlarni bilib qolgan bo'lsa, darhol bankka qo'ng'iroq qilib kartani bloklang. Uy-joy hujjatlarida esa alohida ehtiyot bo'ling. Hadiya, oldi sotdi, urbot ta'minlash, garov, ishonchnoma, ro'yxatdan chiqarish gibi hujjatlar pensioner hayotidagi eng katta moliyaviy oqibatlarni keltirishi mumkin. Bu faqat formalnost degan gapga ishonmang. Uyga oid hujjatlarda notarius huzurida ham matnni to'liq tushunish shart. Notariusga men bu hujjatdan keyin uy egasi bo'lib qolamanmi yoki yo'qmi? Mening yashash huquqim saqlanadimi? Bu hujjat bekor qilinishi mumkinmi? Farzandim uyni sotib yuborishi mumkinmi? deb to'g'ridan to'g'ri savol bering. Agar siz farzandingizga yordam bermoqchi bo'lsangiz, buni ham hujjatsiz tushunmasdan qilmang. Masalan, farzandingiz kredit olmoqchi. Sizdan kafillik so'rayapti. Avval kredit summasini, foizini, muddatini, oylik to'lovini, kechiksa jarimasini bilib oling. Agar kredit 2 million so'm bo'lsa, oylik to'lov 1 million 200 ming so'm bo'lsa, farzandingizning daromadi barqaror bo'lmasa, sizning pensiyangiz xavf ostida qoladi. U mening bolam-ku degan mehr tabiiy, lekin bank hujjatida mehr emas, majburiyat ishlaydi. Bugungi eng asosiy fikr shuki, pensionerning imzosi oddiy belgi emas, u huquqiy majburiyatdir. Bo'sh qog'ozga, tushunarsiz arizaga, e'tirozim yo'q degan matga, qarz yoki kafillik hujjatiga, keng vakolatli ishonchnomaga, uy-joy bilan bog'liq shartnomaga o'qimasdan imzo qo'ymang. Hujjatni o'qing, xavfli so'zlarni tekshiring, nusxa oling, yaqinlaringiz yoki mutaxassis bilan maslahat qiling, shoshirishsa to'xtang. Men buni qo'rqitish uchun emas, himoya qilish uchun aytyapman. Chunki ko'p muammo odam yomon bo'lgani uchun emas, pensioner o'z huquqini vaqtida tekshirmagani uchun kelib chiqadi. Bitta savol, bitta nusxa, bitta
kunlik maslahat sizni millionlab so'mlik zarardan, suddan, asabdan va uy-joy muammosidan saqlab qolishi mumkin. Izohlarni yozing. Siz yoki tanishlaringizga faqat imzo qo'ying deb tushunarsiz hujjat berishganmi? Qanday vaziyat bo'lgan? Tajribangiz boshqa pensionerlarga foyda berishi mumkin. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni ota-onangizga, buvi-bobolaringizga, mahalladagi keksalarga yuboring. Bitta ogohlantirish bir insonning pensiyasini, uyini va tinchligini saqlab qolishi mumkin.